legendarniy bo'lgan Cobalt mashinasi sotuvda 2020-yilda ishlab chiqarilgan, o'sha hadavoy JK rangda bo'lgan mashina. Xato holatga ahamiyat berasizlar. 4-pakelinda propan o'rnatilgan ekan. Yaxshi holatda turibdi. Kapotlari ham toza turibdi, qirilgan chizilgan joyi yo'q. Tak avtomat bo'ladi, iltizo pozitsiyada, diskasiga alohida e'tibor berasizlar. Balonlari ham yangi ekan hali, archa balon taqilgan. Marhamat. Salon holatiga keladigan bo'lsak, ashkalarga yaxshi ahamiyat berasizlar. Mashina olgandan keyin bitta yaxshi hibsga qilasizlar, mashina yaxshi holatda bo'ladi yana. 18000 km mazmun bosib o'tgan ekan. Evakordan polilar bor ekan. Hop, orqa qismi. Bu ham dehqonning mashinasi. Aka paket ochib yuboring. Marhamat, orqa qismi. Propan tabletga turibdi. Narxiga keladigan bo'lsak, kraskalar mutlaqo toza deyishlar, aka narxini qanaqa qilib beramiz? O'z dehqon inson ekansiz. Ertalab mashina jaloblar bozorga kirishda necha pulga qildingiz? 10 mingga? 10 mingga bermadim. 10 mingga bermadingiz. 10 mingga qancha bo'lsa beramiz? 10 ming 300. 200 beraylik. 5 oling. 200. Bularni telefon raqami ayting. 99 713 13 29. 29. Harakat qilasiz, telefon 2020-yilda ishlab chiqarilgan JK rangli avtomat korobka Cobalt sotuvda.